Volvo S90 bu Volvo kompaniyasining 2026 yil uchun mo'ljallangan yangi to'liq elektr premium sedani hisoblanadi. Ushbu model Volvoning elektrlashtirish strategiyasining muhim qismi bo'lib, zamonaviy dizayn, yuqori xavfsizlik va ilg'or texnologiyalarni birlashtiradi. Volvo S90 tashqi ko'rinishi jihatidan juda zamonaviy va aerodinamik shaklga ega. Old qismi yopiq panjara dizayni bilan ajralib turadi. Bu esa elektromobillarga xos xususiyatdir. LED faralar Torshammer uslubida bo'lib, avtomobilga o'ziga xos ko'rinish beradi. Kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, havo qarshiligini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Ichki salon juda hashamatli va minimalistik dizaynda yaratilgan. Katta sensorli ekran markaziy panelda joylashgan bo'lib, barcha boshqaruv tizimlari shu orqali amalga oshiriladi. Avtomobil ichida ekologik toza materiallardan foydalanilgan. Bu esa Volvoning barqarorlik siyosatini aks ettiradi. Shuningdek, keng joy va qulay o'rindiqlar uzoq safarlar uchun maksimal komfort beradi. Texnik jihatdan S90 kuchli elektr dvigatellar bilan jihozlanadi. U bir yoki ikki motorli variantlarda bo'lishi mumkin. Bu esa old yoki to'liq gildirakdan tortish imkonini beradi. Taxminan 500-700 kilometrgacha yurish masofasi, rangi kutilmoqda. Bu esa uni uzoq masofalar uchun ham qulay qiladi. Tezkor zaryadlash texnologiyasi orqali batareya qisqa vaqt ichida sezilarli darajada quvvat oladi. Xavfsizlik Volvo uchun doimo ustuvor bo'lib kelgan va S90 ham bundan mustasno emas. Avtomobil eng so'nggi haydovchiga yordam beruvchi tizimlar, ADAS, avtopilot elementlari, to'qnashuvning oldini olish tizimlari va 360 darajali kameralar bilan jihozlanadi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar haydovchini kuzatib boradi va zarur hollarda ogohlantirish beradi. Multimedia tizimi ham juda rivojlangan bo'lib, Google asosidagi operatsion tizim bilan ishlaydi. Bu esa navigatsiya, ovozli boshqaruv va ilovalarni qulay ishlatish imkonini beradi. Internetga ulanish, over-the-air yangilanishlar, OTA va smart funksiyalar avtomobilni doim yangilanib turadigan qiladi. Umuman olganda, Volvo S90 2026 yilda premium elektr sedan segmentida kuchli raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. U dizayn, xavfsizlik, texnologiya va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi va kelajak avtomobillarining qanday bo'lishini namoyish etadi.